Ejdar Yalchin Turkiya qurolli kuchlari inventaridan joy olgan zirhli transport vositalaridan biri. U Turkiya qurolli kuchlarining Iroq va Suriyadagi amaliyotlarida qatnashgan, o'zining imkoniyatlarini namoyish qilgan, turk askarlari hayotini saqlab qolishda ancha asqotgan. Ejdar Yalchin 25 mm kalibrli qurol bilan jihozlangan. Yuqorida ko'rish mumkin. Jangovar modul masofadan boshqariladi. Kabinadan o'tirib uni boshqarish mumkin. Afsuski, ichkarini tasvirga olishga bizga ruxsat berishmadi. Ejdar Yalchin bundan tashqari 25 mm kalibrli quroldan tashqari yana 12,7 mm kalibrli qurol bilan ham jihozlangan. 12 lamchi qurol. Ko'rib turganingizdek, jangovar modulda nishonga olish moslamalari, umuman olganda o't ochishni boshqarish tizimi bor. U o'z ichiga lazer masofa o'lchagichlar, termal kameralar va hokazolarni oladi. Guvoh bo'lganingizdek, zirhli texnika nihoyatda yuqori va bardoshli. Uni loyihalashda Turkiya qurolli kuchlarining ehtiyojlari, jumladan minaga va qo'lbola portlovchi moslamalarga qarshi bardosh darajasi, ya'ni zirh qalinligi inobatga olingan. Menga bergan ma'lumotlarga ko'ra, u 12 kishilik desant bo'linmani olib yurishi mumkin. Ejdar Yalchin Turkiya qurolli kuchlarida xizmat qilib kelmoqda. Uning bir qancha modifikatsiyalari bor, jumladan bu yerda ko'rinib turgandan tashqari qo'mondonlik versiyasi ham mavjud ekan, ya'ni jang maydonidagi vaziyatni boshqarish uchun ishlatiladigan